ipotekaga boshlang'ich to'lov 16.500 dollar bilan chiqadigan 2 xonali uy ko'rsataman bugun sizlarga. Kirib kelganingizda chap qo'lda sanuzeli, uni yonida oshxonasi, oshxonaga kuxenniy mebel, gaz plita, vычка, двухконтурный kotellar qo'yilgan. Oshxonadan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkoni balkondan ko'rinadigan manzara. Bu uyimizning afzallik tarafi tayyor aboy qilib qo'yilgan. Bu mana zal qismi. Qaranglar, qanaqa chiroyli aboy qilib qo'yilgan. Koridorlarni ham, oshxonasini ham aboy qilib beramiz. Bu xonamizni spalni. Bu uyimizni boshlang'ich to'lov 16.500 dollar ipotekaga, subsidiyaga 14.200 dollar qilib beramiz. Xo'p, oylik to'lovlari 6.400.000 ipotekaga chiqadi, subsidiyaga 5.100.000 chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Uyimizda 8-etajda joylashgan.